double jaluzini obzor qilib beramiz. Qisqa qilib tushuntiramiz. Bu pardamiz 2 qavatdan iborat bo'ladi. Birinchi qavati tul, ikkinchi qavati esa zashitka qismi bo'ladi. Pardamizda ikkita mexanizm bo'ladi. Birinchi mexanizm tul qismini, ikkinchi mexanizm esa zashitka qismini ko'tarib beradi. Ko'pchilik bu pardaning narxi bilan qiziqadi. Bu pardaning narxi sizning xohishingizga qarab bo'ladi. Ya'niki orqadagi zashitkani qalin va yupqaligiga qarab chiqadi. 100%, 80%, 70% gacha zashitkalarimiz mavjud. Xo'p, ana endi zashitkalarga keladigan bo'lsak, zashitkalarimiz ham har xillari bor. Ko'rishlaringiz mumkin. Zashitkaga ham bir 100 xil assortiment bor. Qora, oq, 50%, 100%, gullik, begul hammasidan bor. Kelaverasizlar, shu ko'k ranggacha bor zashitkan. Bu 50% bo'ladi. Assortiment juda ham ko'p. Kelib tanlashlaringiz mumkin. Bir-biridan chiroyli hammasini uylaringizga moslab olsalaringiz bo'ladi. Bu yerda material ko'p, buni sanagancha ertalab bo'lib ketadi. Bu yerda juda ham ko'p materialimiz bor. Kelishlaringiz mumkin. Bizning manzilimiz Xolcha svetofordan Bek restoraniga qarab borishda yo'lning o'ng qismida joylashgan Jaluzi Shop do'konida sizni kutib qolamiz.